Baxt nima? Kim baxtli? Nima qilsak baxtli bo'lamiz? Quyidagi suhbatda inshaalloh shularga javob topamiz. Alloh taologa hamd sanolar, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar bo'lsin. Bugun siz azizlar bilan baxt saodat haqida so'z yuritamiz. Shubhasiz baxt saodatni ko'pchilik, balki aqli joyida bo'lgan barcha odam xohlaydi va shunga intiladi. Hamma baxtli bo'lgisi keladi. O'zicha baxtni nimalardandir qidiradi, baxtini izlaydi. Va bu ayb emas, balki matlub ish. Odamlar baxt saodat bobida ikki toifaga bo'lingan. Kimdir faqat shu dunyodagina baxtli bo'lsa bas, doim shu haqda o'ylaydi, shunga intiladi. Bunaqa odamni qarashi qosir, fikri kalta, tor. Chunki u faqat shu dunyoda saodatga erishish payti bo'ladi. Holbuki bu dunyoni o'zi ham, undagi narsalar ham foniy, o'tkinchi. Vaqtinchalik saodatni o'ylab, abadiy baxtga yo'l izlashni unutgan. Shuning uchun uni qarashini, o'y fikrini qosir, kalta, tor dedik. Nega? Chunki u o'tkinchi baxt bilan mashg'ul bo'lib, abadiy saodatda e'tiborsiz qoldirgan. Garchi oxiratga ishonsa ham. Oxiratga ishonsa ham deganim, odamlar orasida oxiratga ishonmaydigan nodonlar bor. Oxiratga ishonmaydi. Kim ko'rib ketdi deydi. Faqat shu dunyo bor, tamom deydi. Yeb, ichib, o'ynab, kulib, maza qilib qollaring bo'ldi deydi. Oxirat yo'q deydi. Oxiratga iymon keltirmaydi. Alloh asrasin. Tabiiyki, bunaqa odamlar shu dunyoni o'zida baxt topish haqida o'ylaydi. Boshqasi uni qiziqtirmaydi. Mol dunyo to'plash, chiroyli xotin, dang'illama uy-joy, qimmat mashina, yaxshi kiyinib, yaxshi yeb ichish, mana shuni baxt deb biladi. Ayrimlar faqat farzandlarini o'qitish, institutlarda hamma farzandni institutda o'qitib, mansab martabaga ega bo'lishini baxt saodat deb biladi. Hamma bolalarimni o'qitganman, hammasi mansab martabali deydi. Va u bola poraxo'r bo'lib ketganmi, axloqi buzuvmi, harom xarish hayot kechiradimi, bu yog'iga qaramaydi. Bu birinchi tur toifa. Ikkinchi tur odamlar baxt saodat deganda ham shu dunyoda ham oxiratda baxt saodatga erishishni tushunadi. Haqiqiy musulmon odam mana shunaqa tushunchada bo'lishi kerak. Alloh taolo barchamizni shu ikki dunyo saodatiga erishtirsin. Haqiqiy saodat, chinakam baxt ham shu. Ya'ni ham bu dunyoda, ham u dunyoda saodat topish. Xo'p, baxt degani o'zi nima? Sho'rvami, suvmi, adyolmi? Baxt nima? Boylikdami baxt? Yo'q, albatta. Odam bir tiyini bo'lmay turib ham ikki dunyoda baxtli, saodatli bo'lishi mumkin. Mol dunyoga ega bo'lish, pul topish, boylik jamg'arish bu baxt emas bu. Balki Allohdan chin dildan qo'rqish, taqvo qilish haqiqiy baxt mana shu. Taqvodor mo'min baxtli odam sanaladi. Bu shunchaki bunday aytib qo'yiladigan gap emas bu. Bu haqiqat. Bu odamlar, ayniqsa boylar o'z ko'zlari bilan ko'rib, guvoh bo'lib turgan haqiqat. Shunday odamlar bor. O'zi toza kambag'al. Uni ustiga serfarzand. Hali bola ko'p, chaqa yo'q deydi-yu, lekin taqvodor. Oilasi ham toatda, ibodatda, boriga qanoat qilgan, xotin eriga itoatli, soliha, xotin bir-birini tushunib, hurmat qilib yashaydi, janjallashmaydi. Farzandlar ham solih, soliha, haromdan, yomon odatlardan uzoq, axloqi go'zal yigit-qizlar. Xullas, tom ma'nodagi baxtli oila. Endi bir mansabdor, boy, to'kin sochon oilalarni qarasangiz, aksari janjaldan bosh chiqmaydi, Alloh asrasin. Xotin itoatsiz, xotinlik ko'bra, Alloh asrasin. Erini puli kerak unga. Uni olib bering, buni olib bering, u yoqqa olib boring, bu yoqqa olib boring. Bir gal qilmasa bo'ldi, hamma yoni boshiga ko'taradi. Bolalari undan ham battar. Tabletkiga o'tirib qolgan, Alloh asrasin, o'g'li, qizi yurib ketgan, Alloh saqlasin. Uy jahannam. Baxtdan asar ham yo'q. Baxtsizlar makoni bu. Shuning uchun tabiat tobiinlardan bo'lgan Said ibn Shubruma rahimahulloh Allohga qasam deb aytgan. Allohga qasamki, biz qalbimizda shu ichimizda topgan baxt saodat bor. Biz shunday baxtga erishganmizki, agar buni podshohlar bilib qolgudek bo'lsa, qilichlarini yalang'ochlab bizdan shu saodatni tortib olish uchun ustimizga yurish qilgan bo'lishardi degan. Demak, haqiqiy saodat bu qalb saodati. Qalb rohati
qalb xotirjamligi ekan. Oyat va hadislar ham shunga ishorat qiladi. Alloh taolo aytadiki, Alloh kimni hidoyat qilishni istasa, uning ko'nglini iymon va tavhidga ochib qo'yadi. Bu An'om surasini 125-oyatida kelgan bo'lsa, Ra'd surasining 28-oyatida Alloh taolo ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Bilingizki, qalblar faqat Allohning zikri bilan taskin topadi deydi. Qalb rohati, qalb xotirjamligi, qalbning taskin topishi haqiqiy saodat, buyuk baxt. Aqlli odam ana shu baxtni qidirishi, shu saodatga erishish yo'llarini izlashi kerak bo'ladi. Boshqa bir oyatda Alloh taolo erkakmi, ayolmi, kim bo'lsa ham Alloh va rasuliga iymon keltirgan holda yaxshi amal qilsa, garchi kambag'al bo'lib yashasa ham, biz albatta unga bu dunyoda saodatli va osuda hayot ato etamiz deydi Alloh taolo. Hayatan tayyiba, saodatli va osuda hayot. Bundan murod qalb rohati, qalb xotirjamligi, qalbning taskin topishidir. Garchi ko'p narsaga ega bo'lmasa ham, kambag'al bo'lsa ham, qalbi xotirjam, o'zi rohatda, baxt va saodatga erishgan. Chunki u Allohning zikrida, toat, ibodatda hayot kechiradi. Va oxiratda uni o'tkinchi rohat emas, abadiy ulug' ajrlar, bitmas tuganmas katta mukofotlar kutib turganini biladi. Oxirat diyori unda o'lim bo'lmaydigan haqiqiy mangu hayot. Haqiqiy abadiy hayot bu oxirat hayotidir. Bu dunyo esa o'tkinchi, ko'z ochib yumguncha o'tib ketadigan foniy dunyo. Buni hamma biladi buni. Shuning uchun ham bekorga aytilmagan. Dunyoga keldim-u, mozorga bordim. Kafallik oldim-u, mozorga bordim. Mana shunchalik o'tadi ketadi. Birpasda o'tadi ketadigan. Insonning naqadar baxtli bo'lishi o'zini yaratgan Parvardigori Alloh azza va jalla bilan bo'lgan aloqasiga bog'liq. Bandani shu Alloh bilan aloqasi kuchli bo'lsa, ko'proq baxtga erishadi. Alloh bilan bo'lgan aloqa zaif, kuchsiz bo'lsa, baxti ham, saodati ham shunga yarasha bo'ladi. Alloh taolo aytadi: Alloh kimni hidoyat qilishni istasa, uning ko'nglini iymon va tavhidga ochib qo'yadi. Kimni adashtirishni istasa, uni ko'nglini xuddi osmonning yuqori qatlamlariga ko'tarilayotgan kishining nafasi qisgani kabi hidoyatni qabul qilishdan qattiq siqiladigan qilib qo'yadi. Bir xil amr ma'ruf eshitsa yuragi siqilib ketadi-yu, g'imilli yuradi, o'zini qo'yariga joy topa olmaydi, yuragi siqiladi. Alloh taolo kofirlarning ko'ngillarini shunday siqiladigan qilib qo'yadi. U o'ziga iymon keltirmagan kishilarni ana shunday azoblaydi deydi Alloh taolo An'om surasining 125-oyatida. Yuragi siqilgan odam saodat topadimi? Eshitib qolamiz. O'zinglar ham eshitgansizlar. O'zini men baxtliman deb yuradigan ba'zi bir mashhurlar bo'ladi, millionerlar bo'ladi. Men baxtliman deydi. Avom xalq ham va shular baxtli odam deydi. Bularni omadli deydi shu odamlar deb o'ylab yuradigan boylar bo'ladi, mashhur kishilar bo'ladi. Lekin qarasangiz, shu odamlar o'zini joniga qasd qilganini eshitib qolamiz. Endi uzoq yil yashab, dunyoni butun lazzatlaridan totib, to'yib ketganida o'z joniga qasd qilgandir desangiz, yo'q. Ba'zi birlari 30-40 yoshida shu ishga qo'l urganini ko'rasiz. Qo'lidagi boylik, obro' e'tibor, omi xalqqa yaxshi ko'rishi, mashhurlik, shularni hammasiga ega bo'lib turib ham o'z joniga qasd qilgan. Nima sabab? Baxtsizlik, iztirob, behalovat turmush. Baxt topolmagan u bechoralar. Bo'lmasa hamma narsa bor, lekin asosiy narsa yo'q. Allohga iymon, Allohning zikri, toat, ibodat, taqvoni ku qo'yavering endi. Oxiratga bo'lgan iymon, taqdirga ishonch, qanoat. Holbuki bularsiz haqiqiy baxt, saodatga erishib bo'lmaydi. Alloh taolo aytadiki: "Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Kim mening ogohlantirishimdan yuz o'girsa, dunyoda garchi yaxshi va yengil hayot kechirayotgandek ko'rinsa-da, aslida tang va mashaqqatli hayot kechiradi. Toha 124-oyat. Bu real voqelik bu. Hayot tang, garchi odamlar ko'zida yaltir-yultir hayot bo'lib ko'rinsa ham, bilmaganlar ularni juda baxtli deb o'ylasa ham, aslida baxtsiz. Chunki baxt boylikda emas, baxt mansabda emas, baxt mashhurlikda emas. Baxt iymonda. Baxt Allohning zikrida,
baxt oxiratga ishonchda, baxt taqdirga rozi bo'lishda, baxt yaxshi amallar qilishda, baxt qanoatda, baxt saxovatda. Mana baxt nimada? Alloh taolo aytadi, dunyoda Alloh va rasuliga iymon keltirgan, Allohning buyruqlariga bo'ysunib taqiqlagan ishlardan tiyilgan, ya'ni farzlarni bajarib haromdan uzoq bo'lgan kishilarni Parvardigori o'z rahmati bilan jannatga kiritadi. Haqiqiy baxt saodat shudir deydi Alloh taolo. Josiya surasining 30-oyat. Mana haqiqiy baxt nima? Jannatga kirish baxt, haqiqiy saodat. Buni sahobalar yaxshi tushunib yetishgan. So'zimizni keyingi suhbatlarimizda davom ettiramiz inshaalloh. Alloh taolo hammalarimizni baxtli saodatli qilsin. Oramizda baxtsiz, badbaxt kimsalarni chiqarmasin. Va sallallohu va sallama va baraka ala nabiyina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in.